Assalamu alaikum, hörmetli qeyrindaşlar. Allah'ın şu vaxtınlar xeyirlik bolsun. Bayatın biraz avaz meselesi çıkıp gelip nim kılamay kaldım qeyrindaşlar. Avazda biraz mesele çıktı. Şunu qaytadan qilishga mecbur kaldım. Eğer de bu videoda yana avaz meselesi olsa bildirip koysanlar buldu qeyrindaşlar. Hazır avaz bolsa bana davet sanlar qeyrindaşlar. Yok olsa technical karşılığı çıkan buluş mümkün. Aldı bilen hemmelarına şu vaxtınlar xeyirlik bolsun qeyrindaşlar. Avaz meselesi tüpeyli qaytadan başlashga mecbur boldum. Barlıq qeyrindaşlar dünyanın her qaysı joylaridagi qeyrindaşlarımızdan şu vaxtda xeyirlik bolsun. Men yana qarşыңlar turibdim qeyrindaşlar. Bugün bir qısqalam video qilib qarşыңlarga chiqishimning sababi yaqinda menlarning xabar bo'lgandek Shimoliy Amerikani Amerika ve Kanada'nı ziyaret qilgan bolduq. Hazır siz nerede deb so'ragan qeyrindaşlar varken men Avstraliyaga qaytib keldim qeyrindaşlar. Bundan xabar berib o'tay. Bugungi qisqa videoda şu o'tgan bir haftaning oldidagi taxminan 20 kunlik Shimoliy Amerika ziyoratimiz to'g'risida qisqacha to'xtalaman. Qeyrindaşlar oldi bilan Amerika ve Kanada'daki bizni qarshi olgan, bizni kutib olgan, bizni qo'llagan, faoliyatlarimizga qatnashgan, faoliyatlarimizga yordamda bo'lgan, hamdamda bo'lgan barliq qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmatimizni aytamiz. Mayli Amerikada olsun, mayli Kanadada olsun, biz o'ylaganimizdan bekerek g'albilik bo'ldi ziyoratlarimiz. Shuning uchun işte bir g'albilik ziyoratda bizga hamdam bo'lgan, bizdan yenimizda bo'lgan qarindoshlarning hammasiga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Endi bugun mening to'xtalmoqchi bo'lgan nuqtam shu o'tgan 20 kunlik faoliyat to'g'risida ba'zi bir nuqtalarni qarindoshlarimiz bilan o'rtoqlashmoqchiman. Birincisi oldi bilan Amerikaga bordik. Amerikada hammalarning xabari bo'lganidek 7 bir kun burun bordik va yetmamizda Amerikadagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar bilan birga o'qish nasib bo'ldi. Ve nihayet güzel bir manzara var ki Amerika'da. Uçup bir parkta okuydu ki erle, ayalla, balla, emmeyle birlikte. Andın ki bir kısa faaliyet kıldı ki bu nihayet güzel bir nimik yani bir adet yitildi, peyda buldu o yerde. Şunun için bunu minanca köpünçe devletlerdikiyle ügünüşümüz gerek ki. Bulup mu ballağa yitinin kancılık ehmiyetlikliğini bildiriş için bek ehmiyetlik şekil buldu bu yerde. Bunu yani bir qitim ta'kidlab o'tishni to'g'ri ko'raman. Undan keyin Amerikada faoliyatlarimiz bo'ldi, har qaysi tashkilotlarning xodimlari bilan ko'rishgan bo'ldik. Qarindoshlar bilan ko'rishgan bo'ldik. Undan keyin jamoat bilan bir ko'rishaylik dedik va ko'rishdik. Endi bu yerda Amerikadagi Sharq Turkistonlik yoki Uyg'ur jamoatimizdan Allah razı olsun. Bu yerda bütün dunyodagi qarindoshlar biraz ichishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Gerçi bizning faoliyatimizdan burun uyma-uy telefonlar qilinib, ya bular qilinmasa biz hayron qolsak bo'ladi. Uyma-uy telefonlar qilinib bu faoliyatga bormanglar deb majburlashlar bo'ldi. Ama shundan rağmen aşı zalga biz o'ylagandan ait ko'p qarindoshlar keldi ve şu qarindoshlarga rahmat aytaman. Unchalik kichik to'salg'ular, kichik buzg'unchiliklar zaten bu kurashning tabiatida bor narsalardi. Buni qilishga urinadi, ama biz shunga rağmen mangimiz. Ondan keyin Amerikadagi faoliyatimiz buna ait yaxshi bo'ldi. Qarindoshlar savol so'radi. Bulup mu biz ikrarlarda asası meydanlarımızda her kaç noktalar doğruluk asası meydanlarımızda yıllardan beri bildirip gelgeçke onda cemaat bilen qarindoshlarla görüşken sorunlarda bizden yenecek yaklaşımızdan ağaçta yok. Fakat qarindoshlarımızdan bizden bo'lgan savollarni so'rashga vaqt chiqarishga tirishdik ve qarindoshlarimiz da ait yaxshi savollarni so'radi. Intayin kuchli savollarni so'radi. Yalnız bu Uygur faaliyetçileri, aktivistler emas xeyli devletlerin diplomatları cevap verişte temtireydiğin suallarını sordu. Ve cevap emisiga inşallah qanoatlanarli cevap verishga tirishdik. Andan keyin nimaga bordik? Kanadaga.
Kanada'da bu faaliyetki bağımlılığa ondak mındak degan bir to'qay to'salg'ularga rağmen aşı qarindoshlar bizni kutib oldi ve Kanada'da biz o'ylagandan ko'p qarindoshlar bilan ko'rishdik. Bo'libmi jiddiy bo'lg'achqa biz kechikib borgan bo'lsakmi bir yarim soat 10 soatlik yo'l uzrab ketib yana qarindoshlarning kutib olganiga ashada sabr bilan saqlaganiga ve savollarning dadil so'rag'iniga nihoyat xush bo'ldim shaxsan. Ondan başka Kanada'daki bir qancha yosh qarindoshlarımızdan savolları belki videoni ko'rgan bo'lsanglar diqqatinglarni tatgan bo'lishi mumkin. Yoshlarning savollari yana boshqacha. Yana ro'yi boshqacha, ularning turishi boshqacha, ovozi boshqacha, savollari boshqacha. Bek memnun bo'ldik. Kanada'daki yoshlardan haqiqatan bek so'yindik ve Kanada safarimizmi intayin yaxshi bo'ldi. Qarindoshlar bilan bir tanışış, uçuruşuş, ondan başka bir fikir almashtirish bo'ldi. Ondan başka Sharq Turkiston Federatsiyasi, Kanada Sharq Turkiston Federatsiyasi bilan ayrim temalarda ko'rishgan bo'ldik. Endi bu ziyoratimizdan pozitiv taraflari ve shaxsan men Shimoliy Amerikada intayin cho'ng potensial ko'rdim. Yani bu Sharq Turkiston mustaqillik kurashini agarda to'g'ri tashkillansa, to'g'ri yetaklansa Amerika bilan Kanada amaliyotda intayin kuchli bo'la oladigan bir potensial bor. Yevropadagi har qanday davlatdan ve hatta siyosiy jihatdan, mujodala jihatdan Turkiyadagidanmi kuchli bo'la oladi. Fakat o yerda bir tashkillanish, bir risk tushishlar kamki Kanada asos jihatdan tushib qoldi ulardan ko'rib so'yindim haqiqatan, ama Amerikada biraz Sharq Turkiston mustaqilchilarining texnik yaxshi tashkillanishga ehtiyoji bor. Endi bu ikki faaliyetden keyin tushgan inkaslar, tushgan narsalar. Bununla qaysidan başlashni bilmayman. Birincisi, yani bu ziyoratimiz normal holda chidamaslarning, bizning avtonomiyachilarning ve hatta munofiqlarning jiniga tegdi albatta. Ondan keyin bu faaliyetden keyin bir muncha qo'saq og'riqlarini chiqarish boshlandi. Birincisi, bizning Kanadadagi Göçmemet. Göçmemet bu mescitte bu faaliyetning qilinganligiga qarshi bir to'qay so'zlabdi. Bo'libmi men pul vergandim, men pul vergan bunda bo'lmaydi debdi. Bununla bizga tushadigan javob bek oz amaliyotda, chunki shu Sharq Turkiston Federatsiyasi bilan Kanada Uyg'ur masjidiga tushadi asosli narsa, ammo ular bu javobini beribdi ve Göçmemetning bergan $10 pulni qaytarib o'tibdi. Bundan hoş olduk yani. Eğer de bir organ biz hem tarafga ochiq desa, Rishad Abbas bag'anda, Erkin Tanson bag'anda ve başkası bag'anda qanday ochiq olsa, hem tarafga, hem tashkilotga shunda ochiq bo'lishi kerak ve shunda bo'ldi. Endi u yerda menga savollar tushdi. Savollar tushgandan keyin yani asasen biz jirga yaqinmidik, qarindoshlar savol so'ranglar desak, savollarga bir savol tushdi, yani nima uchun laqab qo'yishsiz degan. Bu savol bek yaxshi, javobimni yaxshi anglashinglarni umid qilaman. Chunki siyosatda laqab qanday vaqtida qo'yiladi, onun javobini berib o'tdim. Ondan başka nima bizning mana shofu chiqibdi, videoda so'zlabdi, menga haqorat qilib degan, men kechirdim deb bir nimalarni debdi. Onun cevabını demişlerdim bir ötey. Şofu, sana hakaret qilish biz uchun vaqt israfchiligi, çünkü işimiz var. Fakat Kanada'da savol so'ralganligi uchun nima uchun Şofu deb laqab qo'ysan degashga men javobini berdim. Bunun cevabını yana bir berib ötey sana qalsan. Uyg'urlar saylagan bir tashkilotning beshi bir Xitoyni ustoz tutib chiqsa, men mana ustoz tutdim, buni kim mushning ko'rsatmasi mana men desa, uningga laqabni qo'yma. İşenmesen, endi depse ras yosh vaqtimdagi xatoliklarım bu deb. Şofuni ustoz tutquning xatolik bo'lgan bo'lsa, bu da yana bir Xitoyni ustoz tutib bak, yana qo'yma laqabni. Bu narsani qo'ysin. Chunki Amerikadagi Uyg'urlar saylagan tashkilotning beshidagi odamning bir Xitoyga shogirdga shu huquqi yo'q. Kirsam yana bir laqab qo'yma. Nima uchun laqab qo'ysa desam, Kanadadagi videoni ko'rsam bilsa. Bo'lmasa sana haqorat qilish biz uchun vaqt israfchiligi ortiq. Andan keyin yana bir narsa, Amerikadagi bir tal negativdan yana bir narsa so'zlaydi, salbiydan.
Amerika'da şunda güzel menzerini gördüm. Yet namazda kıyındaşlar bilen bir sep tuturup okuduk mürü trap. Ama işin kızık yeri bu Amerika'da küreş kılımız, dava kılımız, halkı vekillik kılımız digerler bu halk birlikte okuyduğun namaz gibi kelenmeydi ki. Mesela şofu. Benim gayran kalgan nesem bu. Ya Amerika'da özengi bilet taşlap seni teşkilatın reis kılıp saylagan cemaat bilen bir sep tuturup namaz okuyamaysa nimini sözler sen. Yani bir uyumun aldı da aldığın mikrofon çıkıp bakma Van Hong'dan başka nime emezken sen o. Amerika'da bunu gördüm yani bir. Hiç kanday yer yokkense sana bilet taşlaganlardan önce sana bilet taşlamagan bolsa ki emmedem sana karşı olan bolsa ki bula benim fikrim koşulmaydı fikrimiz okşaş emas deb jursam buludu. Mesela ben Melbourne'da bizden Abdülbiyeciler, Şincan cemiyetleri var. Ben tanıdığım dolusuyla arlaşmayım. Ya ama bir teşkilatta bular sana bilet taşlagan adamlar bilen, özlerinin cemaat bilen, özlerinin halkı bilen bir septe namaz okuyamayırken saray. Yani nimini sözleyse çık. Bütün e, kuruq köpüklerini görüp geldik hem şarla itildi bir demez. Bu emdi negatif tarafi qarindoshlar. Ko'rganlarimdan ya'ni. Shunga shofu. Bu da yana rost tövbe qilgan bo'lsam, bu da bir Xitoyni ustoz tutma. Ustoz tutsang yana laqam yeysa, agar unda qilmay yana haqiqiy tövbangni oxirigacha qilgan bo'lsa, bu da tövbang FETÖ'ni ustoz tutib, FETÖ bilan Turkiyaning hukumatining o'rtasidagi jidalga va bizning millatimizni so'rab kirishni to'xtat. Bu vaqtida haqiqiy tövbe qilgan bo'lsa. Sana hozircha mushichilik. Endi bu negativ narsalar qarindoshlar. Endi bundan keyingi nuqtalar. Yani bir qitim Amerika, Kanadaga borsak, bu göçmemetler, yana birlari bu to'lg'oq boshlanib ketdi. Ammo shu narsani qo'ysin. Bu texi boshlanish. Texi Amerikaga jiq boramiz. Amerikadan Kanadaga jiq o'tamiz. İnşallah Uyghur mescidideki qarindoshlar bilan yana nasab tuzab, yana namoz o'qiymiz inshaalloh. Yevropaga varmiz, Yaponiyaga varmiz, Turkiyaga varmiz. Bundan keyin dunyoning hamma yeriga varmiz. Agarda hozir to'lg'oq o'qishga boshlangan bo'lsa, yezib qo'ydim. Qo'sh gezakdan, uch gezakdan tuzlar bundan keyin necha qitimdan. Shunga u yerdan ish gumoningli bo'lmasin yani. Jiq balliq bo'lasizlar. Endi qarindoshlar, bundan keyingi qadamlar, mana Sharq Turkistonliklarning mustaqilchilari. Bundan keyingi qadamlar 5 ayning 26 kuni yig'in ichiladi inshaalloh. O yig'in mening o'ylashimcha yepiq ichiladi. Shu yig'inda so'zlashimiz amanasini. O yig'indan keyin biraz internetda masal ko'rilgan o'xshaydi. Shuning uchun qarindoshlar, men bu gapni amalga bugungi videoni qisqa tutay. Oldimizdagi mushu yig'inga diqqatimizni bersak qarindoshlar. Andan keyin Xudoyim buyursa, yig'indan keyin elindigan qarorlar uchuq bildiriladi. Andan keyin bunaqa qadamni qanday qilamiz, shu yerga qaraymiz. Ammo orzuyimiz, tiligimiz va bo'lishi kerak bo'lgan narsa mana bu nimada munofiqlar qurultayining qarshisiga bir alternativ chiqish kerak, mustaqillik deydigan. Yana eng oxirida bir narsa qo'shib qo'yay. Biz deymiz ya, Uyg'urchada bir xil, inglizchada bir xil yozadi bizdan atalmış Uyg'urlarga vakillik qilamiz da'vatga munofiqlar deb. O'zinglar biladigan bütün sunniy aqldan so'ranglar qarindoshlar. ChatGPT bo'lamdi yoki mana WhatsApp bilan Facebookning Meta AI bo'lamdi. Hammasidan so'ranglar. Dünya Uyg'ur qurultayi avtonomiyachimi emasmi? Yoki Dünya Uyg'ur qurultayi avtonomiyachi Sharq Turkiston yoshlar qurultayi mustaqilchimi deb so'ranglar. Javobini men chiqarib qo'ydim shu videoning ostiga. O'zinglar so'rab, beshida qisqartirilma ETYC, WUC deb yozsanglar boshqa narsa ketadi. Ammo bu nimani sunniy aqlni biraz ko'ndirib o'tish uchun ETYC is Turkiston, WUC is World Uyghur Congress degan xatni berib o'tib, ani o'g'itib, nim demoqchi bo'lganimizni o'g'itib o'tib, andan keyin so'rasangiz,
Çıkıdı cevabı. Yani Uygurca'da onu bunu dep aldığan bilen bütün dünyayı İngilizce berilayotgan meyli akademiyada, üniversitelerden çıkarıyotgan dersler olsun, meyli teşkilatların dokladları olsun, meyli hükümetler beriyotgan dokladlar olsun, chet el tilida yazılgan bütün dokladlarda bu aşı bütün dokladlarını, bütün uçurlarını izlep durup, süzüp durup, andikin cevap verdi sünni akıl degan. Çünkü keyinde big data deydigan narsa var. Aşı bütün eminasını süzüp durup, silini Xitayning ichida inson haqlari va demokratiya talab qilib, Xitoyning territoriya bütünlüğünü saqlab qilish tarafdori tashkilot deb javob chiqqan bo'lsa agar aylardan sunniy aqllardan, menimcha bunimi sizlarga yetidi. Ya'ni Abdi Bashir aqlning oshkorlanishi shunchalik bo'ldi. Şu an qarindoshlar, hamma narsa ichilyotidi. Yangi texnologiya davri, yangi texnologiya davrida yangi narsalar bilan quyruqlar texmi tez va texmi mahkam tutilgan, ichilgan narsalar ichilishimi osonlashidan ishlarga. Shuning uchun bu narsalarga diqqatlarni berishinglarni umid qilaman. Ammo bundan keyin yana bir nuqta, 5 oyda e, bu qurultayning qurilganligining 20 yilligini qilamiz. To'yi bo'ladi, sazendiler keladi, chaqchaqchilar keladi. Yani hazır biz çaqchaqchilar bilan, sazendiler bilan bir tashkilot o'tirib to'y qiladi ekanmiz, vatanda demiş ulardi demek. Bu masalani kimligini oshkorlaydigan yana bir nuqta bo'ldi. Shuning uchun asosli gap bundan keyin qarindoshlar, shundaq Shavfudek yoki Go'shmamatdek yana birisi yoki aktivist raisdek to'lg'ig'i og'rib chiqqanlarga javob qaytarishdan sirt, qisqacha javob qaytarishdan sirt, bu soldagi munofiqlar bilan endi muhattab bo'lish bizning vaqtimizni isrof qilishdan boshqa narsa emas. Shunga bundan keyin o'zimizga markazlashaylik, o'ng tarafga markazlashaylik qarindoshlar. Amal va Sharq Turkistonning mustaqilligi degan narsa o'sha yillardan beri yezilayotgan narsalar, hukumatlarga berilayotgan narsalar, bizden meyli medyada, meyli başka yerde sözlegen nesler olsun. Şu ayda Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı bütünlay müstakillik talep kılıdığın ve merkezleşken noktası ulus inşa kılışını merkez kılan bir teşkilat degen neticenin çıktığını biz özümüzni, derdimizni İngiliz dünyasına anlattık degen gap. Endi birinci kademde şu akademiye, hükümet diye organlara verilgen bolsa, endi bağansırı bunu yiyişimiz gerek. Yaygında bir teşkilat yetmeydi. Hiç kadar bir teşkilat Şarkı Türkistan müstakilliğini kazanışka, onu emelileştirişke veya ki Şarkı Türkistan müstakilliğinde bu garipte bir halkının vekili deyişke yetmeydi. Şunun için bir yer kilişke mecburumuz. Bir yerge ma'lum bir nizam, ma'lum bir tüzüm yoki ma'lum bir kelishim ustida bir yer kelishimiz kerak. Vaqtimiz qolmadi. Shunga o'ng tarafdagi tashkilotlarning kang qo'saq va biroz sabrchan va ahlini beshig'i ilib, ahli selim bo'lishi kerak qarindoshlar. Mening deydiganim bu. İnşallah 5. ayning 26 kundagi yig'indan yaxshi xabarlarni kutamiz. Ammo hamma senariyaga tayyorligimiz bor. Bunu hazır bir şeyde dep koyuşmu belki vakti geldi. Şunun için qarindoshlar, hammalar Allah'a emanet. Yana bir qitim ko'rishguncha aman bo'linglar. Ondan keyin yana bir narsa, Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayining nizomnomasini ko'rib chiqardik. Qarindoshlarim, vatandoshlarım, biz Uyg'urlar og'izdagi shi'ri ketavermayli. Bir tashkilotning qaysi yo'lda manganligini uning nizomnomasi belgilaydi. O ağızdaki gapning hamiz quruq gap. Shuning uchun men hozirgacha merak ediyorum, yani hozirgacha yani bunu ko'rishga taqozoman. Yani bütün Uyg'urlarga biz vakillik qilamiz, birdan bir tashkilot biz deganlar nizomnomalar neda? Xalqqa bir nizomnomani ko'rsatmaysa, ma yo'lda mangdigan biz mandat tashkilot. Sizlar bir shirkatmi, sizlar bir zavodmi, yo bir restoranmi, yo bir ko'ngil iç meydanimi, ya bir muqam ansambulimi, sizlar zodi nima? Xarakteringlar qanday tashkilot? Qaysi yo'lda beryapsizlar? Buning rost tizimlatdinglarmi? Dunyo Uyg'ur qurultayı sizlar tizimlatgan tashkilotmi Germaniyada? Ya sizlarmi qog'ozda yo'q, eg'izdili bor tashkilotmi?
Bunun hemmisini bütün halkını yani dünyadaki barlık teşkilatlar bu münafıklar emas. Barlık teşkilatlar ma xalqimizga ko'rsatadigan narsalar birinchisi tizimlatgan rasmiy tinglar, ikkinchisi nizomnomalar. Biz chiqarib qo'ydik nizomnomamizni, endi boshqalar chiqarib beqinglar ko'rsin xalq. Selishtirsin. Qaysi tashkilotning nizomnomasi qandaq deb. Chiqara olamizlar qarindoshlar. Yoki bo'lmasa dunyoda 200 tashkilot bor deydi, uning 170i obodiki ko'pikmi. Qarindoshlarning xalqimizning bu nuqtaga diqqat qilib, nizomnomani qani, sen qaysi yo'lda menyapsan degan savolni so'rashi kerakligini samiga sepib o'tmak qarindoshlar. Shunga bugun gapimiz rab ketdi. Bir şey geçiyor kolay. Hemen la görüşküce aman bulanlar qarindoshlar.